Top 3 ta ilova qaysi? Bilmayman, telefon Nokia menda. Nokia. Uzr. Telefoningizdagi top 3 ta eng ko'p ishlatadigan ilovangiz qaysi? Izohlarda yozib qoldiring. Birinchisi Instagram, tak. Telegram aka, keyin Diles, futbol. Dilingiz qanaqa qilib qo'yganman? Futbol. O'yin. Ha. Snapchat, Snapchat birinchisi, Instagram, Instagram, Telegram. Sizniki? Telegram, YouTube. Telegram, YouTube, Instagram. Rahmat, salomat bo'linglar. Keskom ishlataman birinchisi. Nima u? Qanaqa? Shaxmat o'ynaydigan. Aha, keyingisi. Keyingisi ko'proq YouTube'dan foydalanaman. Aha, keyingisi. Yangiliklar. Oxirgisi Telegram. Aha, rahmat, salomat bo'ling. TikTok, TikTok, Telegram. I Shundan. uchinchisi. Instagram ishlatmayman. Instagram. Ishlatmaysiz? Yo'q. Xo'p, qaysi unda? Ko'proq TikTokda. TikTok. Mayli, rahmat, salomat bo'ling. Instagram, Aha, Telegram, Telegram. keyin Keyingisi? PUBG o'ynaysizmi? Yo'q, Ha, keyin PES o'ynayman, futbol. futbol, juda ham futbol. zo'r. Charchamang, rahmat. Telegram, keyin Play Marketda. Play Market, juda ham zo'r, rahmat. Charchamang. Siz telefoningizda odatda qaysi ilovalardan ko'proq foydalanasiz? Izohlarda 3 tasini yozib qoldiring. A'loga esa obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang.